Atlantik okeanigacha ikkita o'zbek biza Avstriyaning Lexen shahriga kirib keldik. Birinchi joyimiz uylardan boshlandi, qaranglar. Vapsi chiroyli, uylar. Uylari chiroyli. Uylari vapsi chiroyli, qaranglar. Bilmayman, bu joylar qaranglar. Musor ko'ryapsizmi yo'lda? Qayerda ko'rdingiz musor? Ko'rganim yo'q haligacha. Tем bo'lib bu qishloqcha bu, kichkina. Bu kichkina bir qishloqcha, 15 ming aholi yashaydigan, qaranglar. Sumkalarimiz qo'yib qo'yganmiz. Sizlarga bitta narsani aytmoqchiman. Qaranglar. Archalarni ko'ryapsizlar, do'stim? Archalarni ko'ryapsizmi? Sartarosh sochimizni shunaqa tekis ola olmaydi bizani. Bularga asosan po kayfu tashlaydi ular. Po kayfu, lekin bu qarangda qilgan hamma joyni tozalab qo'yibdi. Shaharda nimaga odam yo'q? Ko'pchilik savol beradi. Ayting sababini ham o'zingiz. Shaharda odam yo'qligini sababi hozir obed bo'ldi. Ko'pchilik uyda uxlayapti birinchidan. Ikkinchidan ko'pchilik ishga ketadi. Ertalab soat 7 da ketadi, soat 5-6 da qaytib keladi-da, o'zi bosadi qolganiga. Shahar haqida interesli ma'lumot topmadingizmi? Shahar haqida interesli ma'lumot 1990-yildan 2000-yilgacha juda ham ko'p o'g'irlik bo'lgan, odam o'ldirish, giyoh hamma narsa bo'lgan. Korоче, bu shaharda qilib ko'rmagan ishi bo'lmagan. Ichkiribozlik, qo'yni jinoyat hammasi. Hamma narsa bo'lgan. Bitta narsa, bu shaharda hozir ham o'g'irlik bo'lar ekan. O'g'irlik. Hozir Avstriyada. do'stim, odam o'ldirish ham bo'ladi. Voy dod. Avstriya, mana shahrida, именно mana shahrida. Chunki jinoyatbozlik oldindan ko'p bo'lgan ekan. Shunda bu Slovakiyada masalan GSPlarni yashaydigan hudud edi. Bu yerda Avstriyada mana shu Lexen shahri ekanda, to'g'ri? Avstriyada Lexen shahri, o'shaning uchun nima qilishimiz kerak, bilasizmi? Sumkani olish kerak, tezroq bu yoqdan surish kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Sartarosh, sizlar sochinglarni tekis ola oladimi?